Vokal cholg'u ansambli Manzur guruhi bitta chiroyli qarsak chalib beringlar ukalarimiz singlimizga. Yana bir bor hammanglarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz, hurmatli san'atkorlar, muxlislar, balkon, shetamsizlar? Hammanglarni qish ilk kunlari bilan, aynan bugungi 8-dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni bilan tabriklayman. Kelayotgan bu yoqdagi bayramlar bilan tabriklayman. Endi haligi ozgina qarsak so'radim-ku, bittani o'zingizlarning kayfiyatingizni ko'tarib olish uchun o'zingizlarga bitta qarsak bo'lsin, hurmatli. Voy. Ana shunaqa yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Men sizlarga bitta savol berish uchun chiqdim o'zi bu sahnaga. Ko'rinishim yaxshimi? Yo'q, ana, yo'q deydi. Yana balkon arzon, yaxshi ko'rinmaydi deydi. Значит, zo'r ko'rinar ekan. Yo'q, men bu savolni berganimiz sababi oxirgi payt tomim ketib qotganga o'xshaydi. Yo'q, mana hozir bitta narsa qilaylik deb bo'lmasa, mana shu kimda kim, mana shu o'tirganlardan, balkonda pastda kimda kim iPhone yoki Samsung farqi yo'q. Internetga kiradigan telefon tutsa, bitta qarsak chalsin-da. Faqat o'zimga o'xshaganlar ketdi-yu. Sog'i yo'q ichida. Xafa bo'lmanglar meni gapimdan. Gap shundaki, mana shu aynan mana telefon, internet, Telegram, Instagram, televizor odamni tomini ketkizib qo'yapti. Odam nima qilayotganini o'zi tushunmaydigan bo'lib qolyapti. Mana eslanglar, hech sizlarda bo'lganmi? Shuni soatga qaraysizda, necha bo'lganini bilmaysiz. 7:30 bo'ldi. Eslanglar, tomi ketganlar. Keyin eng qizig'i ikkinchi marta ham qaraysizda bir pas turib. Baribir bilmaysiz-da. Xayol joyida emas-da. O'sha paytda kimdir oldingizga kelib, "Soat necha bo'ldi, aka?" desa, hozir 2 marta qaragansiz soatga, lekin cho'nchakdan telefonni olib, telefondagi soatda aytasiz-da. Mana nimagaligini tushunmaymiz. Mana yoki bo'lsam uyda eslanglar, bitta xonaga shunday kirasizda, nima kirganingiz esingizdan chiqib ketib, qo'lingizni yuvib chiqib ketasiz. Bo'lgan? Yoki mana ya zo'r narsa, eslaysizlar hammanglar. Yostiqda yotganingizda, yonboshlab yotganingizda, o'ng ko'zingizni yumsangiz, yostiq pastroq ko'rinadi. Chap ko'zingizni yumsangiz, yostiq balandroq ko'rinadi. U nimagaligini bilamiz, lekin nima uni qilishimizni tushunmaymiz-da. Mana xolodilnikni ochasiz, kechqurun nimadir yegiz kelib qoladi-da. Xolodilnikni shunda ochasiz, yegiz kelayotgan narsani topa olmaysiz-da. Yopib qo'yasiz. Oradan 5 sekund o'tmaydi, yana ochib ko'rasiz. Как будто 5 sekund ichida kimdir o'tgan narsa solib ketadi. Mana xolodilnik deganinga bitta narsa esimga tushdi. Hech yoshligingizda xolodilnikni mana sekin yopganmisizlar, svet qachon o'chakin deb. Tushunmaysiz, nimaga qilayotganingizni tushunmaysiz. Mana shu hammasi telefon, internet, televizorlarning aybi bu. Mana uydan ko'chaga chiqaylik, men oxirgi paytda bitta narsani tushunmayman. Hozirgi paytda qo'lini mana kaftinimda bintga bo'ylab oladi, aptechni anaqaga. Keyin mana bunaqa yuradigan bo'ldi. Ha, nima bo'ladi? Kecha ishkal bo'ldi, bit turcha kelgan shurg'u. O'zi asfaltga yiqilib tushgan. Eng qizig'i qo'l shikastlangan, qo'lni bo'ylab olib, oyog'ini ham bunaqa yuradi. Demak, faqat qo'l emas-da shikastlangan. Mana shu yurishadi. Keyin yana tushunmaydigan narsam, uyda televizoringizni pulti ishlamay qolsa, обязательно stol ustiga urib ko'rishadi. Xuddi ishlab ketib qoladi. Nimagadir kallangiz ishlamay qolsa, devorga urib ko'rmaysiz. Yoki yo'lda mashina haydab ketayotganingizda devornigingiz ishlamay qolsa, boshqa mashinaga urib ko'rmaysiz, ishlab ketadi. Yana eng qizig'i, o'shanda ham ishlamasa, ichini ochib batareykani tepa tish plus, past tish minus da. Nimaga? Nimaga qilayotganimizni o'zimiz bilmaymiz shu narsalar. Mana aksirganda nima deyiladi? Sog' bo'l, ha, baraka topinglar. Sog' bo'l degandan keyin aksirgan odam rahmat deydi. Men bir xil odamlarni tushunmayman, mana shu aksiratni sog' bo'l deyishingizdan oldin rahmat deydiganlarni tushunmayman.
Qatdan bilasan, men seni yomon ko'rarman balkim. Balki battar bo'ldigim kelayotgandir. Aksiya, rahmat, qo'y siras. Aksirish degan hali maylisda o'tirganda aksirish kelib qolsa bekitadiganlarni tushunmayman. Qizarib oxir tik chiqib ketadi. Bari chiqib ketdi-yu. Bari hamma bilib qoldi-yu. Bekitmay kerak endi. Endi boshqa narsa kelib qolsa bekit. To'g'risi, telefonga SMS kelib qolishi mumkin. Ularni bekitsa bo'ladi. Mana eng ko'p maylislar men banklarda bo'lsa kerak, menimcha, men banklarni vobshe tushunmayman. Katta qilib lozung yozib qo'yishadi ani. Biz mijozlarga ishonamiz deb. Ha, bizga ishonar ekan deb siz ham 15-20 million pulingizni ishonib bankka olib topshirgan. Olib borasiz, kassaga kirsiz, mijozlarga ishonadigan bank 1000 so'mlik ruchkani ipga bo'lab qo'ygan bo'ladi. İşon chiqaring seriozniligini. Gap yo'q. Qoyil qolaman-da. Mayli, ana qizlarni ham temasini gapiring. Gapirmasam bo'lmaydi, iloji yo'q siz. Ana, qizidan kuygalib. Men oxir payt bir xil qizlarni tushunmayman. Hali telefonga, kontaktga ism yozayotganda qo'shimcha qo'shadigan bo'lib qolishibdimi? Misol uchun Nodir Captiva, Alisher Cobalt, Dilshod Nexia. Qoyil. Endi obro'mi endi bu? Kimda Malibu bo'lsa, Captiva bo'lsa ham naqib yuradi, to'g'ri. Bo'lmasam kelinglar yigitlar, biz ham shunaqa yozamiz. Nilu Astanovka. Guli metro. Dile peshkom. Hozir. Mana qizlarni gapirganimga xafa bo'lishmasin, bolalarni ham gapiring. Voy, 3-4 ta qiz xursand bo'lib ketdi. Gapirib tashing shularni. Men oxirgi payt g'iybat qiladigan bolalar ko'payib ketayotganini tushunmayapman. Ey, sizlar hech qachon g'iybat qilmaysizlar. Xursandligini qarang qizlarni. Lekin haqiqatda bu bor gap, bu kulgili emas, bu achinarli holat. G'iybat qiladigan bolalar nima degani bu? Yana g'iybatning asosiy mavzulari bir xil. Uylanmagan yigitlarda asosan, "Voy, qizlar aynib ketyapti. Endi kimga uylanamiz?" Yana mamlaqa boshlaydi. 3-4 ta og'aynilar kuru bo'lib turgan bo'lsa keladi. "Voy, bolalar, haqiqatan qizlar aynib ketyapti" de. Kecha diskotekaga kirsam, hammasi kalti yukka torshimda yuribdi. Sen yerda kimni ko'rmoqchi eding? Yo, diskoteka-yu. Nima, diskotekaga kirsang, hamma lozim ishtonlarda o'tirib, do'pki sigir sog'i o'tirsin mana. Sigir sog'i o'tirsa? O'tda o'zini sigirlari bor. To'g'risi-da? Tasavvur qiling. Ha? Ro'moldan o'rib olgan diskoteka ichida. Kimdir yo'da tikib o'tiribdi. DJ narsa pishirishni o'rgatyapti hamma olamni. Ajoyib-da, tavba qildim. Men eng tushunmaydiganim xotinimni tushunmayman. Xotinlarni tushunish bu umuman boshqa mavzu, to'g'risi. Mana eng tushunmaydigan tomonlardan bittasi uylanganlar bormi? Ha, qo'rqmanglar, konsert-u. Uylanganlar bormi xotinim yonimda qarab qo'y. Men tushunmaydigan tomonim mana uylanganlar yaxshi biladi. Ayniqsa, ya'ni yaqinda uylanganlar, 1-2 yil bo'lganlar yaxshi biladi. Ko'chada yo bozordami, qayerda bo'lsa ham xotiningiz bilan ketayotganingizda to'g'ringizdan kelayotgan begona qizga rashk qilishni tushunmayman. Men savol berib qo'yadi. Chiroyli ekanmi? Uylanmaganlar ham, uylanganlar ham bilib olinglar. Bu yerda aqlli bo'lish kerak. Bu yerda ha deb bo'lmaydi. Eng qizig'i yo'q ham deb bo'lmaydi. Yo'q deb ko'ring. Qarab kelyaptimi deysiz. Shuning uchun bu yerda o'zini jinnilikka solish kerak. Chiroyli ekanmi? Kim?
Anu gaplashgan bo'larmidingiz, to'g'risini ayting. Necha kishi? Siz o'zi meni eshityapsizmi? Asa jinni bo'lib olish kerak. Oxirgi payt meni xotinim eshitadi, hozir ham shu yerda o'tiribdi. Bu bor gap. Menga bir anchadan beri bitta gapni qaytaraveradi. To'ydan oldin boshqacha edingiz. Meni yetmetlarga olib borardingiz. U bu narsalar olib berardingiz. Endi unaqa emassiz, deyuradi. Keyin men tushuntirdim, xotin bilib qo'y. Liboy erkak kishi uchun uylanmoqchi bo'lgan qizi bu toni eng cho'qqisidagi bir chiroyli qilib upakovka qilib yasatib qo'yilgan padarkadek gap. U endi erkak kishi padarkaga erishish uchun tirmashib tog'ni tepasiga chiqadi-da, tog'ni tepasiga chiqib padarkani ochadi. Bo'ldi, xotin dedim. Shunaqa desam, erkaklarchi deydi. Keyin men aytdim, bilib qo'y xotin, erkaklar sallaga padarka emas dedim. Hurmatli ayollar, qizlar, hurmatinglar cheksiz. Biza o'zbek ayoli, o'zbek qizlarini, onalarimiz, opa-singillarimiz har doim hurmat qilganmiz. Lekin bitta gapni eshitib qo'yinglar. Haqiqatan ham liboy erkak kishi uchun uni turmush o'rtog'i o'sha toni eng tepasidagi juda ham qimmatbaho, bahosi yo'q bir padarkadek gap. Lekin bitta gap esingizdan chiqmasin. Bitta odamga 3 ta 4 ta padarka berish mumkin. Lekin bitta padarkani 3 ta 4 ta odamga berib bo'lmaydi. Men keyin yana tushunmaydigan tomonim, eng oxirgi gapimni so'ngida aytmoqchimanki, hozirgi paytda e'tibor bersanglar, sizlar ham ko'p uchratasizlar. Ayniqsa kattalarimiz e'tibor berishadi yoshlarga. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Bilmadim. Bu narsa qilaman. Biznesmen bo'laman. Bitta kasb egallamaysanmi? Bilmadim. Qattandir pul kelib qoladi. Birdaniga boyib ketishni orzu qiladigan bolalar ko'payib ketdi. Buni mehnat qilib, bironta bir kasb egallab, qanaqadir yo'llardan, bosqichlardan o'tib nimagadir erish niyati deyarli qolmayapti bolalarda. Hamma shu birdaniga top etib qattandir katta pul kelib qolsa-da. Mana shu turgan joyda bir og'iz bitta gap gapirsa-da, katta pulli bo'lsa. Bunaqa yaxshi emas. Mehnat qilish kerak. Bu gap noto'g'ri. Bir og'iz gap bilan hech qachon katta pul kelmaydi. Men noto'g'ri aytayapman. Hamma salom. Xo'p. Nuralet lampochkalari xonadoningizga faqat yorug'lik baxsh etiladi. Hech qachon bir og'iz gap bilan katta pul kelmaydi o'rtoqlar. Mehnat qilish kerak. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Tog'ni tepasidagi fadarkalarni asraylar, hurmatli erkaklar. Sizlar bilan Kamina Sa'dulla Fathullayev bo'ldi. Rahmat.